Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana yangi obyektimizga zinalarimiz o'rnab, joy-joyiga o'rnadi. Hozir bilan bir qator batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hop, bu zinamiz mana bu yer mana aylanib bo'lgan. Bunga moslab mana chiroyli qilib egib chiqarganmiz. Bu tomonga yangisi o'rnadi hozir. Mana bu tomonga. Buni oldinroq bergandik. Bu yerni hozir yangi qildik. Bu yog'ini yangi o'rnatdik. Bu tomonni oldinroq berganmiz. Bu ko'rinish tomonni, balkon qismini. Bu yog'iga pul topsam qildiraman dedilar. Mana hozir yana imkoniyatlari bo'lgan ekan. Bu yarmini ham qilib berdik. Hop, buni hozir bir qator ma'lumotlarni berib o'tamiz. Buni birinchi o'rinda kuttirma narxini aytay. Hozirgi kunda buni 750 ming so'm, 800 ming so'm qilib beryapmiz. Buni 1 metrini. Manaqa bez ustun bo'lsa, ozgina ozorlaydi. Mana bu tomoni esa mana bu tomoni. Manaqa avannisi bo'lsa ozgina qo'shiladi. Nimagaki bu mehnat ko'proq bo'ladi. Nimagaki hamma gullarni bittalab egib chiqqanmiz. Egib chiqqanmiz. Mana bu tomondan teva qismidan ko'rinish mana. Umuman buni orqasida chiqib bo'lib, yo bir boshqa bo'lgan joyi yo'q. Endi bu tomon ko'rinishi. Bu tomondan xuddi shundoq, mana bu tomondan qaraganda umuman ko'rinmaydi. Tekisliklari. Mana bu teva qismi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar, ekranda nomlar bo'ladi. Hozir bunga ketgan metrlarni muqotar aytib o'tamiz. Hop. Bu teva qismiga 8 ga 8 ustun qo'yganmiz. 8 ga 8 ustun. Bu yerlar esa 4 ga 4 profil. Bu yerlarga vibra qo'yganmiz. 2 ga 2 tega teva qismi 2 ga 2. Ichlariga 12 lik latkidan aylantirib, gul qilib, o'sha joyiga tushadigan qilib bittalab egib chiqib qo'yganmiz. Biz buni bozordan tayyorini olmaymiz. Biz o'zimiz sexda bittalab o'sha tushadigan joyiga tushadigan qilib qo'yib beramiz. Mana hozir mana bu tomon teva qismi, tekis tomoni kattaroq. Mana shu 1,5 metr bo'lsa, mana bu joy mana 1 metr. Ikkitasini bir-biriga o'xshash qilib, mana bu tomonda ham bor. Bittalab egib chiqib, ko'rinishda o'sha bir xilga o'xshatib qo'yamiz mana. Teva qismi. Bu tomon ham mana salkam bir xil. Bu tevalari ham shunaqa bor. Bu bilan uni farqi bor. Bu ramka bilan bu ramkaning farqi bor. Lekin ko'rinishda bir xilga o'xshatib, o'sha bittalab egib chiqib qo'yib qo'yganmiz. Buni turlari ko'p. Qanaqasi yo'qsa, shunaqasidan qilib berilaveradi. Beraveramiz. Mana bir qator ko'rinishlari. Bezakga gullarni ham chiroyli qilib o'ta did bilan qo'yilgan mana. Mana bu yerda esa mana atir gullari ham bor. Hammasiga tushgan mana atir gullar. O'zingizga yoqqan rasmni ham Telegram, WhatsAppdan tashlaverasizlar, ko'rib, narx-navosini kelishsak, bo'lib o'lchab, Xudo xolasa ko'ngildagidan qilib ishni bitirib beramiz. Hop, bu yerga rangini qaymoq svet qilganmiz. Mana tevadagi maloshniy ekan, shunga sal uyg'unlashishi uchun svetini maloshniy qilganmiz. Bu tomon ham xuddi shunaqa mana. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Xudo xolasa mana bu yerda mana suvni ham qilib berganmiz. Yaqinda buni ham sepib, mana bu yerlarga ham zina quydirishgan. Mana bu ham avanni. Buni ham bitirib, Xudo xolasa bir qator video obzor qilib o'tamiz. Bu mehnatlarimizni qadrlab bittadan like bosib qo'yasizlar.
obuna bo'lmaganlar obuna qilib qo'ysangiz, shunaqa kirgizib borayotgan videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Manzilni eslatib o'tsam, manzil Namangan viloyati. Hozir bu To'raqo'rg'onga, Yangiqo'rg'onga o'rnatdik buni. Manzilimiz Namanganda. O'zbekiston bo'ylab olib borib ustanobga, dastlabki hammasi ichida bo'ladi. Olib borib o'rnatib beramiz, chiroyli qilib, xudo xolasa. Buni ham mana bitgandan keyin bir qator video qilib o'tamiz. Bu yerda mana kachela ham qilib berganmiz mana. Bu kachelamiz ham yotadi. Mana bu nimalar yotib o'tiradiganlar. Pastga tushib, qaysi holatda bo'lsa, shu holatda qilib yotqizib tutsa bo'ladi. Buni mana yo'llardan ko'rinishlari. Bu yer sal optoqroq ekan, men salqinroqdan oldim. Bu kachelamiz narxi 2,5 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Mana yana bir qator ko'rinishlar. Gullari ham hammasi bir-biriga mana o'xshash holatda qilib yasab tushirganmiz. Shuning bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Ekranda nomerlar bo'ladi.